Otajonim, boshlanayotgan kuningiz xayrli, barakali bo'lsin ilohim. Rahmat. Otajonim, bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat kızım. Ilohim umringiz uzoq, martabangiz baland bo'lsin otajonim. Rahmat kızım. Otajonim, sizni bezovta qilmadikmi? Yok, yana mashinada to'xtadik yana. Bezovta qilgan bo'lsak, uzr, so'zim boshida o'zimni tanishtirsam, tabrik loyihasidan Shahloxon bo'laman otajonim. Rahmat kızım Shahloxon. Otajonim, sizni tavallud ayyomingiz bilan yaqin insonlaringiz, oila a'zolaringiz, baxt qasrining qirolichasi bo'lmish Flora opajonimiz, jannat eshiklarining kaliti bo'lmish farzandlaringiz Mahbubaxon, Matlubaxon, Zarina, o'g'lingiz Husniddin, singlingiz Saodat, keliningiz Adolat nomlaridan, qolaversa Shirindan shakar nabiralaringiz Kamolaxon, Jonpo'lat, Farangiz, Nozimaxon, E'zozaxon, Shuhrat, Elyorbek va Gulyorxon, Muhammad Ali va qolgan barcha yaqinlaringiz nomidan chin qalbdan tabriklaymiz. Rahmat. Otajonim, ularning baxtiga hamisha sog' bo'ling. Duolar qilishdan charchamang otajonim. Rahmat. Otajonim, sizga bir tabrigimiz bor edi, qabul qilib ola olasizmi? Albatta. Sizga yaqin bo'lgan bir inson o'z dil izhorlarini, maktublarini yo'llagan ekanlar. Taxmin qilib ko'ra olasizmi otajon, bu maktub egasi kim bo'lishi mumkin? Kim bo'ladi? O'zimning yaqinlarim. Keling, men sizga yordamlashaman bu farzandlaringiz orasidan. Sizlar Otajonim, bugun sizni tavallud ayyomingiz bilan Mahbubaxon opajonimiz, sizni jondan aziz farzandingiz Mahbubaxon opamiz bo'ladilar. Ularning yozgan maktublarini sizga o'qib eshittirsam maylimi otajon? Eshitaman. Yaxshi gaplarni eshitaman. Assalomu alaykum dadajonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Dadajonim, ko'zlarim nuri, davlatim dadam. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' omon bo'ling. Dadajonim, men sizni juda yaxshi ko'raman. Allohim meni sizdek padarvo'zrikbor bilan siylagan ekan, Allohimga ming bora shukrlar aytaman. Siz tufayli, sizni menga bergan mehringiz tufayli hech kimning otasiga qarab, mening otam ham shunday bo'lsa edi deya havas qilmadim. Siz men uchun bir dunyosiz dadajonim. Meni siz kabi hech kim yaxshi ko'ra olmaydi. Boshimdagi tojimsiz, davlat shohimsiz dadajon. Farzandlarim hech kimdan kam bo'lmasin deya kechani kecha, kunduzni kunduz demay tinim bilmay bizni halol luqma bilan ulg'aytirdingiz. Buning uchun sizdan minnatdorman dadajonim. Sizdan jannat qarzim bor. Ilohim baxtimizga doimo omon bo'ling. O'zimni dunyodagi yagona mehribon oq ko'ngil dadajonim. Sizni juda yaxshi ko'raman debdilar. Rahmat qizimni umri uzoqlik suzat bo'lsin. Ilohim farzandlaridan qaytsin. Ilohim aytganingiz kelsin otajon. Siz uchun she'r ham yozib beribdilar. O'qib bersam maylimi otajon? Mayli. Eshitaman. Ming shukr boshimni silagan taqdir. Jannatim, davlatim yonimda axir. Kim qanday tushunadi baxtni bilmadim. Men uchun otamning borligi baxtdir. Birovlar maqtanar boyligi bilan, yo shahar yo qishloq joyligi bilan, bizni boqqan halol oyligi bilan, men uchun otamning borligi baxtdir. Bolam deb, chaqam deb borini bergan, mehnatdan qochmagan, rizqini tergan, ro'zg'orin kamini butlay deb yurgan, men uchun otamning borligi baxtdir. Omadim kulsagar duosi sabab, o'ziga qaramas bizlarga qarab, tilagim umrini uzoq qil yo Rab, men uchun otamning borligi baxtdir deya maktubini yakunlabdilar. Bularning barchasi siz uchun maxsus Mahbubaxon opamiz nomidan bo'ladilar otajon. Rahmat qizim, baxtli bo'lsin Xudoyim. Farzandlaridan qaytsin. Ular ham bizning yoshimizga yetib, Xudoyim shu ularni ham farzandlar shunday hurmat qilib silab yursin. Ilohim otajonim.
Ayni damda suhbatimiz yozib olinmoqda. Farzandlaringizga, barcha yaqinlaringizga bo'lgan tilaklaringizni va oltinga teng duolaringizni berib qo'ysangiz bo'ladi, otajon. Albatta. Ilohim shu farzandlarim Husniddin, Mahbuba, Matluba, Zarina qizim, nevaralarim mana Xudoga ming qadar shukur, Allohga ming qadar shukur qilaman. Ana shunday ko'ngillarga yetkazganiga ming qadar shukur qilaman. Xudoyim shularni o'zlarining farzandlaridan ham shunday hurmat e'tibor qaytsin. Ilohim ular ham vaqtli bo'lib, bizlar yoshimizga yetib. Ilohim otajonim. Rahmat otajonim, tavallud ayyomingiz yana bir bora qutlug' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim otajonim. Rahmat. Mayli otajonim, tug'ilgan kuningizni yaxshi kayfiyatda o'tkazishingizni tilab qolaman otajonim. Rahmat Shahlo qizim. Rahmat otajonim. Yaxshi bo'lsin. Husniddin, Adolat, Mahbuba, Matluba, Zarina qizim, nevaralar. Xudoyim baxtli bo'lsinlar. Rahmat. Shahlo qizim, sana katta rahmat. Rahmat otajonim, rahmat. Xudoyim shu 66 bahorni qarshi oldik. Aha. Xudo xolasa. Muborak bo'lsin otajonim. Ming qatla shukur. Allohimga ming qatla shukur. Ilohim otajonim, ularning baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuringlar otajonim. Rahmat, rahmat. Qizim rahmat, e'tibor uchun juda katta rahmat. Mayli otajonim. Yaxshi kayfiyat sizni tark qilmasin ilohim. Juda kayfiyat ko'tarildi ertalabdan. Mahbubaxon opajonim aytdilarki, otajonimni ertalabdan tabriklab berishingizni, ularni juda yaxshi ko'rishimni qayta takroran aytishingizni so'rayman dedilar. Mahbuba kuyovi Farqadina, Matluba kuyovi Qudrat kuyovlarim hammasi sog' bo'lsin Xudoyim. Ilohim otajonim, aytganingiz kelsin. Yaxshi. Rahmat, e'tibor uchun rahmat. Mayli otajonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mehribonim, jonim dadam. Tashvishlari bilan ovora bo'lib, sizni har kun bir quchib aytishi kerak bo'lgan so'zni aytolmagan esi yo'q o'g'lingizni kechiring. Dada, keling, sizni bir bag'rimga bosay. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Borlig'ingiz bizlarga tortiq. Kimim bordir padardan ortiq. Hol so'rmadim o'zimdan ortib. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bo'g'zimga ne tiqildi shu dam. To'xtatolmas ko'z yoshin odam. Jon dadama, mehribon dadam. Sizni juda yaxshi ko'raman. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman.